Biz Moviy Omad Fayz MCH'danmiz. Bizning korxonamiz 2012-yildan beri faoliyat yuritadi. Faoliyatimizning asosiy yo'nalishi lak bo'yoq mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'ladi. Hozirda korxonamizda 34 nafar xodim faoliyat yuritmoqda va yanada kengaymoqda. Korxonamiz xodimlariga yaxshi sharoit qilib berishga harakat qilyapmiz. Oyliklarni o'z vaqtida berib, ularni ta'minoti bilan ularni borib kelish jarayonlarini yaxshi tashkillaganmiz. Mahsulotlarimiz nafaqat ichki bozorga, balki tashqi bozorga ham yetkazib bermoqdamiz. O'tgan yili 8 milliard so'mlik eksport qilgan bo'lsak, bu yil hozirgi kungacha 5-6 oy davomida 8 milliard so'mga erishdik. Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston bozorlariga yetkazib bermoqdamiz eksport sohamizda va hozir Yaqin Sharq davlatlari, Eron, Iroq, Afg'oniston davlatlariga ham yetkazib berishga yo'lga qo'yamiz. Mahsulotlarimizni asosan biz urg'u berganmiz sifatiga va hamyonbopligiga, bozorda o'z o'rniga ega. Shuning uchun 14 yildan beri hurmat topib, yaxshi faoliyat yuritmoqda. Kelgusida rejalarimiz shu korxonamizni yanada zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy qilish, ishchilarga yanada yaxshiroq sharoitlar yaratib berish va yangi bozorlarni kashf etish o'zimiz uchun. Eksportimizni yanada oshirmoqchimiz. Buni hozirda bir yilda o'rtacha 8-10 milliard bo'lyapti turgan bo'lsa, buni 20-30 milliardgacha oshirmoqchimiz.